Bu xitoyliklarni ulug'lamasam tvar, xitoyliklarni ulug'layapsan, sen unaqasan, sen bunaqasan. Boykot qilish kerak. Qarindoshlar, barchaga salom. Qarindoshlar, oxirgi payt Xitoy va Xitoyning O'zbekistonga kirib kelishi bo'yicha chiqayotgan, ayniqsa Instagramda chiqayotgan barcha videolarni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Ba'zi birlarini ko'rib hayratdaman va aynan bo'layotgan va xitoyliklarni kirib kelishi bo'yicha qilinayotgan negativni bir qismi meni o'zimni videolarimni ham kommentariyasiga ta'sirini o'tkazmoqda. Xo'sh qarindoshlar, bu yaxshi kommentlar, ya'ni qog'ozga o'rab yozilgan kommentlar, bundan battarlarini ham yozishgan. Xo'sh, menga kulgili bo'lib tuyulayotgan narsa, men o'z ishimni qilmoqdaman. Ya'ni men Xitoydan, to'g'ri, men Xitoy bilan ishlayman va Xitoydan ko'plab mahsulotlarni o'zimni do'konimga olib kelib, reklama qilib sotaman va ikkinchi qismi bor. Ikkinchi qismi Xitoydan ko'plab mahsulotlarni, Xitoyning ichki marketplace'dan mahsulotlarni ancha-muncha arzon narxlarda zakaz qilishni o'rgataman va men o'zim qilayotgan ishni davom ettirmoqdaman. Lekin menga qanday qarashmoqda? Ya'ni meni chiqarayotgan videolarimga shunaqangi darajada negativ yozishmoqdaki, negativning asl ma'nosi bu xitoyliklarni ulug'lamasam tvar, xitoyliklarni ulug'layapsan, sen unaqasan, sen bunaqasan. Men o'z ishimni davom ettirmoqdaman. Ya'ni men o'zimni ishimni qilsam, xitoyliklarni ulug'layotgan bo'lib chiqmoqdaman, ularning fikri bo'yicha. Va qarindoshlar, yaxshilab o'ylab ko'raylik. Savdo masalasida Buyuk Ipak yo'li. Buyuk Ipak yo'li azaldan bo'lgan va bizning ota-bobolarimiz ham savdo bilan shug'ullanishganda Buyuk Ipak yo'lidan yaxshigina foydalanishgan va buni tarix bo'yicha juda ham yaxshi o'rganib chiqishingiz mumkin. Agarda tarixni aynan mana shu negativ yozayotganlar tarixni bilsangiz va aynan mana shu Buyuk Ipak yo'li so'zini kelib chiqish tarixi ham Xitoyda ishlab chiqarilayotgan eng qimmatbaho ipakdan, aynan ipakning savdosidan bo'lganligi sababli aynan Buyuk Ipak yo'li deb atalgan. Va buni bemalol ChatGPTdan so'rab yoki tarix kitoblaridan topishingiz mumkin. Va bu savdo yo'li, bu tarix azaldan kelmoqda. Azaldan bor. Va eng qizig'i, men o'zim ishim bilan shug'ullanganim uchungina aynan mana shunaqangi negativlarni eshitmoqdaman. O'zimni ishimni qilishimga menimcha bu hayratdaman. Boshqacha so'z topa olmayapman. Hayratdaman. O'zimni ishimni qilayotgan paytim shu darajada negativ. O'zimni ishimni qilayotgan paytim xitoyliklarni ulug'layotgan sifatida chiqarishmoqda. Hayratdaman. Qarindoshlar, nega unda aynan mana shunaqangi negativ ketmoqda va asosan mana shunaqangi negativ boshlangan paytda biza faqat va faqat vahima qilamiz. Nega? Faqat vahimadan u yoqqa o'tmaymiz. Faqat va faqat vahima qilamiz. O'ylab ko'ring, O'zbekistonda ayni sizni vatandoshingiz o'z ishini, o'z tadbirkorligini qilayotganda, albatta Xitoy bilan ishlayotgan bo'lsa, sizni nazaringizda xitoyliklarni ulug'layotgan hisoblanadimi? Ya'ni o'z ishini qilayotgan bir tadbirkor, ya'ni qanchadan qancha tadbirkorlar, aksar tadbirkorlar Xitoy bilan ishlaydi va Xitoy bilan ishlayotgan tadbirkorlarni sizni nazaringizda ular xitoyliklarni ulug'layotgan bo'lsa, siz o'zingiznikini o'zingiz podдержка qilishning o'rniga bunaqa negativ bildirib o'tiradigan bo'lsangiz, lekin xitoyliklar bozorimizni egallayapti, xitoyliklar bozorimizni egallayapti deb ularga ham negativ bildirayotgan bo'lsangiz, nima kutyapsiz unda? Ayting, nima kutyapsiz unda? Prosta aynan logikaga to'g'ri kelmaydigan fikrlar bildirmoqdasiz. Nimadir fikr bildirishdan oldin iltimos qilaman, ozgina uzoqni o'ylab, uzoqni ko'rib fikr bildiring. Va Xitoy masalasida bilasizmi, Xitoy ilm masalasida dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi, kitob o'qish bo'yicha. Dunyo bo'yicha kitob o'qish bo'yicha eng birinchi o'rinda turadi. Xitoy bog'chalaridan boshlanadi tarbiya berishni va nimadir qilishni, nimadir ishga o'rgatishni bog'chadan o'rgatishadi. Iloji bo'yicha internetdan kirib ko'ring, Xitoy bog'chalari qanaqa darajada bolalarni mehnatga o'rgatishini bir ko'rib chiqing. Va biz o'zimiz oxirgi marta nima kitob o'qishimizni eslolmaydigan darajada bo'la turib, lekin xitoyliklar bizni egallashyapti, xitoyliklar bozorimizni egallashyapti qilib negativ bildirganimizni bir tiyinlik ahamiyati yo'q. Biz bu negativ bilan, bu vahima bilan, bu mana bunaqa bo'lib ketyapti deganimiz bilan hech narsani o'zgartira olmaymiz. Qachonki ilmimiz ustida ishlamasak, qachonki o'zimiz ustimizda ishlamasak, qachonki o'qimasak, qachonki o'zimiz nimadir qilmasak, bir tiyinlik foydasi yo'q. Vahima qilgan bilan shunda qolib ketaveramiz. Va
mani asabimga o'ynaydigan bitta narsa bu, eng asosiysi biz ilmga qaratamiz, aynan mana shunaqangi bo'layotgan voqealardan ilm olishligimiz kerakligini, ko'proq narsa o'rganishimiz, o'z ustimizda ishlashimiz kerakligini bir chetga shundoq olib surib qo'yamizda, boykot qilish kerak. Yechimni boykotda deb o'ylaymiz negadir. Qachongacha boykot qilamiz? Boykotga ketkazgan vaqtimizni ilm olishga ketkazganimiz yaxshi emasmi? Yoki aynan mana shunaqangi negativ bildirishga ketkazgan vaqtimizni bitta dona nimadirni o'rganishga ketkazganimiz yaxshi emasmi? Prosta vohima, negativ, lekin amalda aynan o'sha negativ yozayotgan insonlarning birontasida amalida qancha bitta dona kitob o'qigan bo'lsa-ki katta gapda, to'g'risi. Negativni, men bitta narsani aniq bilaman, aynan mana shu negativlarni yoshlar yozadi, ya'ni maktab o'quvchilari yozadi. Va maktabda siz o'qishni o'rniga pishirib qo'yibdimi internetda? Aynan siz internetda mana bunaqa ko'rinishda negativ yozib o'tiradigan bo'lsangiz, o'qishni o'rniga bunaqa internetda o'tiradigan bo'lsangiz, ishoning, bundan battarlariga tayyor turishingiz kerak bo'ladi. Siz o'qishingiz kerak hozir. Siz hozir bitta dona fanni qat'iy yaxshi bilishingiz kerak, lekin siz internetda o'tirib o'qishga ketkazishingiz kerak bo'lgan vaqtda internetda o'tirib xitoyliklar bostirib kiryapti, unday bo'lyapti degan negativni yozmoqdasiz. Nafaqat xitoyliklarga, balkim o'zingiznikiga, O'zbekistonda ishlab yurgan tadbirkorlarga negativ bildirmoqdasiz. Hali yoshsiz, azizlar, yoshsiz. Aynan maktab o'quvchilari, yoshsiz, o'qishingiz kerak.